xotima o'rnida yaxshi ko'rgan har bir tanishimizga, qarindoshimizga va notanish yurtdoshlarimizga o'zbek tilida xitob aylamoqchimiz. Ushbu murojaatimizni ajabo deb nomladik. Ajabo umr o'tmoqda deb tinmasdan hayqiramiz u qalbimizda bu umrning chindan ham o'tib borayotganiga afsus va nadomat topa olmaymiz. Ajabo qo'limizdagi 1000 so'm masjidga berishga, Alloh uchun ehson qilib yuborishga ko'plik qiladi-yu, bozorga naqadar oz. Ajabo maxfiy qolganimizda 1,5 soat zikr qilishimiz biz uchun bir hafta o'tib ketgudek uzoq tuyuladi-yu, 90 minut futbolni xotirjamlik bilan kuzatib, qanday o'tkazib yuborganimizni bilmaymiz. Ajabo agar futbolda qo'shimcha vaqtga o'tiladigan bo'lsa, naqadar hayajonlanib turamiz-u, Ramazondagi qo'shimcha namozdan uzoq deb noliymiz. Ajabo duoda so'zlar naqadar topilmaydi-yu, g'iybatda shu qadar quyilib keladi. Ajabo Qur'ondan bir sahifa o'qish naqadar qiyin-u, darakchidan 30 bet naqadar oson. Ajabo bir necha daqiqa masjidda naqadar uzoq-u, navbatdagi serial qarshisida naqadar oz. Ajabo xonanda qarshisida oldingi qatorlarga naqadar intilamiz-u, Xudovando uyida so'nggi saflarda turishga havasmandmiz. Ajabo odamlarga juma ma'ruzasini esda saqlab, boshqalarga yetkazish naqadar og'ir-u, g'avoyu mishmishlarni tashib yurish naqadar yengil. Ajabo odamlarning u bo'pti, bu bo'pti degan cho'pchaklarga ishonamiz-u, Parvardigorning haq so'ziga shubha qilamiz. Ajabo dunyoning istalgan matohini intizor ko'zlarimiz bilan kutamiz-u, namoz vaqti deyarli o'tib ketsa ham unga hech qancha tayyorgarlik ko'rmaymiz. Ajabo serial qahramonlarini naqadar sevib, ularni kuyib-pishib muhokama qilamiz va masjidda yonimizda turgan namozxonni tanimay o'tib ketamiz. Ajabo har kim jannatga kirishni har qancha tamaa qiladi-yu, buning uchun bir nima qilish, gapirish yoki ishonish kerakligini hech qancha o'ylamaydi. Ajabo ertagacha bu hayratlarning asl sababini o'rganishga kirishaylik.